47 million so'mga to'y faqat kelin topish sizdan deydi. Nima deyapti? Otamni uylantiraman deydi. Betonkadan kelis tomon kirganda hokimiyat ro'parasi muhabbat to'yxonasi. Go'zalligini qarang. Ola. O'zi bu 47 million so'mga nimalar kiradi? 200 mehmon uchun dasturxon yoziladi. Odam soniga qarab kelishsa ham bo'ladi. Kelin-kuyov artistlar stoli, to'yxona to'yonasi. Ichida artist boshlovchi-yu, monitor usulida hammasi. To'yxona-yu bonusiga uyxona bezaklari. Qo'shiladi unga karnay so'mlari. Ikkita kamera, bitta fotograf, albumi bilan umumiy mehmonlarga taklifnoma ham. Bitta Mercedes, ikkita Vito, quda tomonga avtobus. Kelin-kuyovga fotostudiya ham. Onalar va kelinga guldastalar jam. Avval taom, badas kalon deyishgan mashariflar. Stolda 20 xil mahsulot, somsa, 2 xil ovqat, 3 xil salat, mavsumga qarab mevalar, chaqchuq esa bonusga kirar. To'yday bo'lsin, mahallada duv-duv gap bo'lsin deyman. So'raganlar uchun alohida banket xonalar. Yana 3 oy ichida to'y qilganga, 200 va ortiq odam bo'lganga to'yxonani qo'shimcha sovg'asi bor ekan. Nima deyapti? Otamni uylantiraman deydi. Buncha faqat bozida tushundim-da.